Assalomu alaykum, akbar mariq ishqibozlari. Bugun bir qisqa video qilmoqchi edim. Bugun 18-dekabr 2025-yil. Akvariumlarda suv toza, juda ham toza. Mana. Sababi kecha almashgan, o'zi filtratsiya yaxshi, o'zi kran bo'lishga ulgurmaydi bu akvariumlarda suv. Filtratsiyasi mo'shni bo'lgani hisobiga bugun kecha 17-dekabrda almashgan, bugun 18-dekabr. Bunda ham shunaqa almashgan suv. Suv tiniq. Juda ham tiniq mana. O'ta tiniq. Xullas, imkon bo'lsa mana bitta kamerani ko'rsataman. Endi oynasi artilmagan-ku. Tinuvlik ko'rinayotgandir. Menga ko'rinmayapti, chunki bitta sig'mayman. 1.60 lik akvarium mana erida ko'rsatdim. Suv mana shunaqa toza bo'lishi kerak xullas. Lekin suvda qanaqadir rang bor. Bo'layotgan bo'lsa-lar, nima sababdan rang? Lampamizda T4 bo'lmasam oq ko'k yonadi. Hamma sabab mana shundan. Mana lampa tushib turadigan joy, mana shunaqa ko'karib ketgan. Butun hammasida. Mana mashinani yuvish kerak. Mana shu rang beradi suvga. Mana olib tashsam, mana o'zi ko'kimtirib bo'lib qoldi bu yoq taraf. Mana ko'rayotgan bo'lsa-lar, hozir lampani bu yoqqa oling mana. Yana o'rstiklab tushib ketdi. Bu yoq ko'kimtir, mana bu yoq qorong'i ham tegi mana sariqroq, yashilroq ko'rinyapti. Bu yog'i mana oppoq ko'm-ko'k bo'lib qoldi mana, chiroyli bo'lib. Hozir mana shuni yuvamizda joyiga qaytib qo'ysa, top-toza bo'ladi. Mana shu ham rang beradi. Usti changi ham. Mana ustiga chang bo'yapti mana. Tegi mana ko'karib yotibdi. Mana shu ko'k rang pastga beraveryapti. Buni yuvsa juda ham shaffof, tiniq bo'ladi. Hop, oynalarni olib tashladim. Yerda narsaga ko'rsatib ketdi mana bu. Mana bu ham ko'karib ketgan. Mana tirnoqda shirsa ketadi, boshqachasi ketmaydi. Mana hozir o'zimiz skriv bog'im bor. Mana suvga qo'yaramiz, zarari yo'q baribirlarga. Yevorishadi bular. Bu tabiiy o't bu. Hop, bu yerda imamda bor mana ozgina. Buni ham hozir yuvib, men oynalarni ham ustidan, rebrolarni ham akvariumni tozalab yuboramiz, mana shularni hammasini. Men har doim akvarium ichiga yuvoraman. O'zi iloj bo'lsa, suvni almashtirishdan oldin akvarium mana shunaqa narsalar bo'lsa, yuvorsanglar mana shularni, mana chang-panglari bo'lsa, endi menda hozir podvol turganiga chang bo'lib ketdi, o'zi bu darajada bo'lish kerak emas. Mana shularni yuvorib, rebrolarni ichidan, ustidan yuvorib, keyin suvni almashtirsanglar, o'sha ifloslangan suv, chang-pangli tozalanganda, shu suv almashganda chiqib ketadi. Suvni yana qayta eslataman, har doim akvariumni 30% dan uzoq 50% gacha almashtirish kerak. Hech qachon 100% almashtirilmaydi. Mana xudo xolisa. Oynalarni yuvib qo'ydim. To'g'roq boy yuvib qo'ydim. Mana changi yo'q. Yashilloqlari yo'q. Hammasi top-toza. Mana. Hamma yog'i yopilgan. Mana chiroyli bo'lib, top-toza. Ham suvni rangi mana endi ko'kimtir bo'lib, shaffof bo'lib ko'rinyapti, hech qanaqa rangi yo'q. Endi yonidan o'zgaradimi yo'q bilmadim. Mana. O'z aslida bu yon oynasini tashqarisidan ham artmayman, ichidan ham umuman artmayman. O'tni faqat o'sha parchoviy sovimiz bor, bitta katta o'sha o'zi tozalab yuradi. Faqat oldi va bo'ylarni artaman. Hamma akvariumlarda faqat oldini artaman. Hech qaysida yonini, orqasini hech tozalamayman. Tozalamayman to'g'rirog'i. Mana bu orqasida ozgina shu ko'karib ketibdi. Endi parchoviy bor bo'ldi, baribir nimagadir ham ko'karibdi. Qotib ketgan uni parchoviy ola olmaydi, endi sekin piskada shilib tashlash kerak. Shunaqa gaplar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.